Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan malinali pirojnoy tayyorlaymiz. Buning uchun bizga turetskiy biskvit, qaymoq, zgushanka va malina kerak bo'ladi. Qaymog'imiz bilan zgushankamizni aralashtirib, muzxonaga yarim soatga qo'yib qo'yamiz. Va muzxonadan olib mikser qilishni boshlaymiz. 7-10 daqiqa davomida mikser qilib, plotniy воздушный krem holatiga kelguncha mikser qilib olamiz va kremimiz tayyor. Va konditser qopchasiga solib pirojnoylar qilish uchun tayyorlab olamiz. Bugun biz tayyor turetskiy biskvitdan foydalandik. Turetskiy biskvitimizning to'liq videolarini keyingi videolarimizda qo'yamiz. Shu orada biskvitlarimizni 3 bo'lakga bo'lib tayyorlab olamiz. Pirojnoylarimizni terishni boshlaymiz. Odatda pirojnoylarimizga birinchi korshi ustidan propitka qilardik, lekin bugun propitka qilmaymiz, chunki muzxonaga solib muzlatib qo'yamiz. Birinchi qavat kremlarimizni surishni boshlaymiz. Va endi malinalarimizni qo'yib chiqishni boshlaymiz. Malinalarimizni blenderdan chiqarib, muzxonaga tayyor holatda qo'yib qo'yganman. Shunaqa pirojnoylarni nachinkasi uchun ishlatish uchun. Va shu holatda ikki qavatini krem malina qilib terib olamiz. Ustiga qism biskvitni qo'yib, ustidan krem qilib, tekislab, strushkamizni sepib olamiz. Va malinali pirojnoyimiz tayyor.